Viloyatimiz hayotiga doir muhim xabarlar taqdimoti bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda Voha 24 informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tadbirkorlar muammolarini o'rganish va ularga yechim topish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan Muzrabot tumanida uchrashuv tashkil etildi. Unda tumanda faoliyat yuritayotgan kichik va o'rta biznes vakillari ishtirok etdi. Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularga zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan izchil chora-tadbirlar natijasida joriy yilning o'tgan davrida birgina Surxondaryo viloyatining Muzrabot tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar soni yana 120 nafarga oshdi. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Erkin Narmanov Muzrabotlik kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvda tumandagi 1561 ta tadbirkorlik subyektining xususiy sektordagi hissasi to'g'risida to'xtalib o'tdi. Uchrashuv davomida ishtirokchilarga soliq qonunchiligiga oid yangiliklar haqida ham ma'lumotlar berildi. Jumladan 2025-yil 1-maydan boshlab o'rta va yirik biznes toifasiga kirgan tadbirkorlik subyektlariga 1 yil davomida qo'shilgan qiymat solig'i summasi o'rnini qoplash tizimi tezlashtirilgan tartibda amalga oshirilishi ta'kidlandi. Shuningdek, 2028-yil 1-yanvarga qadar kichik tadbirkorlik subyektlari birinchi faoliyat yilida savdo va tadbirkorlik sohalariga oid ma'muriy huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikdan ozod etilishi tushuntirildi. Tadbirkorlik subyektlarining suv solig'i, mol-mulk va yer solig'i, soliq hisobotlarini topshirish hamda imtiyozlardan foydalanish bo'yicha murojaatlari tinglandi. Men Muzrabot tumanida Abdurashid Invest Grand rahbari bo'lib ishlayman. Biz faoliyatimizni kengaytirish maqsadida chorva kompleksini Muzrabot Xalq bankidan auksion orqali yutib olganmiz. Kadastr bo'yicha muammomiz bor edi. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'iga murojaat qildim. Tez kunda murojaatimizni hal qilib berishga va'da berishdi. Tadbir davomida ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar berildi.